mavsumbob qovoqli assorti tayyorlaymiz. Qovog'imizni ichlarini tozalab olib, ustini folga bilan o'rab chiqamiz. Ichiga shakar hamda slivichni maslo solib, ustini ochgan holatda 40 daqiqaga duxovkaga yuboramiz. Ungacha go'shtlarimizni tuzlab, olivkoviy yog'da har ikki tarafini qizartirib, qovurib olamiz. Qovog'imizga avval qo'y go'shtlarimizni, tuz, dumba yog'i, qanotchalar, chesnok hamda oxirida chumchug'imizni joylab, ustiga tifterlarni qo'yib, ziravorlar bilan to'yintirib, asal hamda qaymoq surib, lavr yaprog'ini joylashtirib, duxovkaga 2 soatga yuboramiz. Go'shtlari ham og'izda eriydigan qovog'imiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring.